Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Spark mashinasi 2018-yil 229 ming kilometr masofani bosib o'tgan ikkinchi payizda mexanikasi bo'ladi. Okalar, mashinaga qimmat ledlar qo'yilgan, Cobalt diska balolargacha qo'yib qo'yishgan. Tonirovka ruxsati yo'q ekan okalar, salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Salonni ham zo'r holatda turibdi. Mashinaga chexol ko'rili so'lingan okalar. Pakaleniya temir gaz balolargacha ustanovka qilib qo'yishibdi. Motor, korobka, ходовой qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q ekan okalar. Kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasiga ko'proq ekan 40-50% kraskalar bor ekan. Old orqalari butun deyaptilar. O'zinglar uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olasizlar. Tekshdan eshiklarda rixtobga qilingan joylar ham bor. Buni ham aytib o'taman okalar. Narxi shikolat narx bo'ladi. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi, chiroyli nomerlar bilan. Narxini olib sizlar maza qilib minishinglar uchun bo'ladigan narx deyaptilar. $5650 baholandi. $5650 ga 2018-yil 229 ming proyekt yurgan minishga tayyor ikkinchi PC mexanika Spark mashinasi.